kim bir musulmonni dunyodagi bitta mashaqqatini yengillatib qo'ysa, bir mushkulasini hal qilib qo'ysa, Alloh taolo qiyomat kunida shu bandani qiyomat kungi mashaqqatlarni yengil qilib qo'yadi. Mushkulasini ko'tarib qo'yadi. Bu siz uchun oddiy narsa bo'lishi mumkin. Ruchka yozishim, qo'l qo'yib qo'ysiz problemasi hal bo'ldi. Yoki falonchida bor deb qo'ysiz problemasi hal bo'ldi. Yoki yuring men birga boraman deb borodingiz, tutmayotgan ish tutib qoldi. Bitta mushkulasini hal qildingizmi? Qiyomat kunida Alloh sizning mushkulangizni hal qiladi. Ishoning, kichkina sanamang. Allohning yo'lida qilingan savobli amalning kichkinasi bo'lmaydi. Bu yerda muhimi nima? Niyat. Niyat. Ishoning, hammamiz qo'limizdan keladi. Qaysidir bir ish borki, bir musulmonga siz borib yordam bera olasiz. Melish bo'lsin, katta bo'lsin. Masalan, qayerga borib dokument topshirishni bilmayapti. Bir narsani dokumentini bilmaydi. Vaqtingiz bormi?